Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, manglarni kimish vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sifat tekshirishni avtomatlashtirish darsimizdanki yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz oldingi darsimizda page object module deganni o'rganib o'tgandik va uningki nima uchun ishlatilganligi, qanday ishlatilganligimizni va uning turlarini so'zlab o'tgan. Biz oldingi darsimizda PHP Travels degan torbetninki home page, login page va account page deganlarni avtomatlashtirishni ko'rib o'tgan. Bularni o'sha web elementini biz bay orqali ifodalab, anandan keyin bu yerga arqal actionslarni, ya'ni qildigan ishlarni unda ma'siz shaklda yozib, shuni biz mavi tests deganda login testning ichida mavi shaklda test qilib chiqqandik. Bugun bo'lsa shu page factory degan fuqumni o'rganib o'tamiz va page factory orqali bu ishlarni qanday qilamiz shuni ko'rib o'tamiz. Hamda page factoryda biz mavi bayga qaraganda bir qadar oson va radlik bo'ldi. Bayda bo'lsa biz shu bay orqali ifodalab har bir elementni anandanki buni ya'ni driver.find element shaklda qilatdik. Mavi nimda bo'lsa page factory'da bo'lsa biz bevosita bu web element shaklda keldi. Uni bevosita click qilish, send keys qilish orqali buni yana ishlatalaymiz. Undaqda biz shuningga bir qarab chiqaylik. Avval men bu klasslarni o'chirib o'tay. Unda bu yerga men yana bir package'dan birini quray. Bu yerga page factory deb yozay. Page factory'ni yozib, bu yerga men yana shu home page, account page'larni qurib chiqay. Bu yerga home page deb yozdim. Home page'ni yozgandan keyin bu yerga men shu home page'ga oid elementlarni yozaman. Hamda bu elementlarni yozishdan burun biz avval web driver'dan birini aniqlaylik. Web driver qilib qildik. Avval men mana şekilde yazay, bunu private şekilde yazay. Web driver'ını aniqladik. Anandan public home page'den bir constructor'dan birini quramiz. Bu web driver aladı. Ondan bu yerga this dot driver qilib bunu mavi constructor'dagi driver'ni assign qilamiz. Buni qilib bo'lgandan keyin bu constructor'ning ichiga yana biz nima yozamiz deganda page factory deb bir class bor. Shu classni chaqiramiz. Page factory qaraydigan bo'lsak, org chekit, openqa chekit, selenium chekit, support degandan keyin ichidan chiqar ekan. Bu page factory'ni besib dot qilsak init elements deb chiqadi. Bu init elements nima qildi deganda web driver dan birini aldı ekan, anandan keyin page'dan birini aldı ekan. Biz bununla nima olamiz deganda driver'dan birini beramiz. Driver'ni yozdik. Bizningki driver'imiz, miyadagi driver shu. Bu driver'ni biz mavi har bir betni qurgan vaqtida bir parametr beramiz. Şu parametr orqali bu web driver miyada initialize bo'ldi, ya'ni qurildi. Anandan keyin bu yerga bir object beramiz. Bu object mana shu qilayotgan class'dagi object shu. Buni home page dot class deb alsak bo'ldi va yoki this deganni ishlasak bo'ldi. Bu endi bu shaklda biz avval constructor orqali page factory'ni aniqlab oldik. Aniqlab bo'lgandan keyin anandan keyin biz elementlarni bu yerga yozsak bo'ldi. Element aniqlaganda biz add find by deganni ishlatamiz. Degan shu annotation ishlatamiz. Bu annotation ishlatgandan keyin bu yerga biz nima orqali ifodalaydiganligimizni beramiz. Qaraydigan bo'lsak, id name, class name, class tag name deb ekan. Biz oldingi mavi
dersimiz kurgan home page kirgan bolsak, bu XPath arqali biz btn my account degeni aniqlapdyk eken. Şoňa men mawu XPath arqali yazay. Bu yerge XPath dep yazayman. XPath'ni yazgandan keyin bu XPath'ning ostiga nima yazamiz degende web element dep yazamiz. Web element arqali buningki ismini berimiz. Muş elementga btn my account dep berdim. Anandan keyin meyge XPath'ga men ma XPath'ni köçürey. Bu XPath'larning hammasi bizningki mushu oldingi darsimizda ishlatgan XPath'lar. Bu XPath'larning hammasi meyerden ma inspect qilib buni tekshiradigan bo'lsak, mana my account degan chiqirib berdi. Şu an men qayta yozishning o'rniga oldingi darsimizda ishlatgan mushu XPath'larni web elementlarni mishaydan ep chiqaman, ya'ni locatorslarni. Bu orqali biz mawu nimni aniqladik. btn my account deganni. Anandan keyin btn login deganni chaqiramiz. Yani şunu kurumuz and at find by bu XPath oldu. XPath web element btn login dep yazdık. Bunu yazgandan keyin men buningki XPath'ini köçürey. btn bunu köçerdim. Login boldu. Endi mani köçürüp elip miyage btn sign up deganne basay. btn sign up boldu. Ondan keyin sign up nikini men miyage özgertey. btn sign up'ni özgertip boldik. Ondan keyin bizge maw languages list barken biz bunu add find by qilib bunu XPath qilib şu bütün tillarni aldık. Miyerdeki mawu English, Russian, Arabic, Farsi, Turkish degan şu tillarni şu arqali alamiz. Yani miyerdeki mawu XPath'imiz bizge bütün şu tillarni chiqirib berdi. Miye ekilib men bunu paste qilsam mana bütün tillar bizge köstüp qıpadi 9 tal barken bu ne biz şu arqali qilamiz. Bu yerga XPath'ni yazdım. Hamda bu bizge köp element berganlik uchun bu bir tal elementga ishlamaydi. Yani birinchisini evaldi. Biz bütün elementni elish uchun oldingi darslarimizda listni ishlatgandik. Ma web element emas. Bu yerga list web element deb yozib all languages qilib mana şekilde ifodalasam bo'ldi. Bunu import qildim listni. Bu java.util'dan keldi. Bu orqali biz home page'ni qilib oldik. Home page'da biz nima ish qilamiz deganda click my account bilan click login button deganni basamiz. Men bu mavjudni miyaga ko'chirib eklay. Eklegandan keyin ma ichidagi bu kodlarni o'chiray. Click my account button deganda bu miyadagi mani basidi. Bunu biz bo'lgandan keyin andan keyin login deganni basidi. Biz bunu qanday qilamiz deganda oldingi dersimizde biz driver.find element qilgandik. Ma page factory'da unda qilishimizniki hech qanday hojat yo'q. Biz faqat shu bu miyada aniqlagan web elementni ekilib click qilsaqlam ish bitadi. Find element qilishimizniki hech qanday hojat yo'q. Chunki biz bu yerda buni web element shaklida saqlab qo'ygan. Endi click login button deydi. Buni btn login anandan keyin click qilsak mana bu yerda chaqirganda ishlatganlar mana ko'k shaklda o'zgaradi. Bo'lmasa mavsus shaklda mana qoldi agar ishlatmasak. Endi bu home page'dan keyin biz qaysi page kiramiz deganda login page kiramiz. Login page qilib
bu login page'ni yana biz o'xshash home page'ga o'xshash qilamiz. Men ma kodni ko'chirib akilib bu yerdagi login page'ni home page'ni o'rniga login page'ni o'zgartime qolgan amiga o'xshash, ya'ni web driver bo'ldi. Page factory'ni men init element qilib chaqiramiz. Chaqirgandan keyin biz qolgan bu elementlarni mana shaklda ishlasak bo'ldi. Men mani ko'chirib akilib menga o'zgartay. Ondan bu login page'dagi masalan input username ekan. Mendagini input username qilib o'zgartay. Ondan keyin input password deganni menga o'zgartdim. Andan keyin bu yerda btn login deganni menga btn login qilib o'zgartdim. Endi bularniki menga xp'ni o'zgartsam bo'ldi. Username'ninki xp'ni mendan oldim. Bu jarayonlarni hammasini o'zinglar qo'l selib qilishinglar lozim. Bo'lmasa buni unutib qolsanglar, men faqatlam ko'chirib mendan akilib vaqtni tejash uchun qilyapman. Menga passwordni akeldim. Ondan keyin mendagi btn login degan loginni bosilganni menga akeldim. Bu yerda men web elementlarni aniqlab oldim. Endi web elementlarni aniqlab olgandan keyin nima ish qilman deganda login qilgan methodni chaqirman. Mani ilib public void login qildim. Endi bu yerdagi bu methodlarning ichidagi kodlarni o'chirib yetib bu yerga men o'zimning kodini yozaman. Bu yerda nima ish qildi deganda loginni bosgandan keyin mana o'chirib yetib turay. Email adresi, passwordni yozib login degani bosadi. Shunga avval input username send keysga email deganni bosaman. Emailni bu yerda biz chaqirgan vaqtida email adresidan passwordni kirgizamiz. Ondan keyin input passwordning chaqirib input password send keys qilib passwordni bosaman. Passwordni kirgizib bo'lgandan keyin ondan btn login click qilib login ishini qilsam bo'ldi. Bu yerda login bo'lib bo'ldik. Login bo'lib bo'lgandan keyin biz account page'ni ochamiz. Bu yerga account page'ni quray. Account page deganni qurdim. Account page'mi o'xshash bo'ldi. Men bu yerga login page'ni akilib mana ichidagi kodlarni ko'chiray. Ondan account page'ni constructorning ismini o'zgartay. Bu yerga o'xshash. Endi bu yerdagi web elementlarni ko'chirib olay qayta yozishning o'rniga. Endi bu yerdagi account page'ninki ichidagi masalan login username deydi. Bu yerga login username'ni o'rnini o'zgartdim. Ondan bu yerdagi xp'ni men bu yerga mana o'rnidagi xp'ni bersam bo'ldi. Ondan keyin bu kodlarni o'chirib etsam bo'ldi. Bu yerda biz mana account page'ni qurib bo'ldik. Ondan keyin account page'ning ichida masalan username ko'rildimi, ko'rilmadimi degan methodimizni biz bu yerga chaqirib kelsak bo'ldi. Bu yerda biz bu endi find elementni ishlatmay nima ish qilamiz deganda bu elementni tepib mush element is displayed degan methodni chaqirsak bo'ldi. Ya'ni login username is displayed degan yana o'xshash shu page factory'da ishlandi. Bu ya'ni Selenium'niki web elementniki o'ziniki methodi. Şu an biz mush methodni chaqirib ishlasak bo'ldi. Bu account page tugdi. Ondan login page tugdi. Biz yana bu yerda har xil methodlarni yoza olamiz. Masalan logindan boshqa masalan login pagening ichida qaraydigan bo'lsak login deb title bor ekanda, mush title'ni ola olamiz. Buni biz public string get title qilib methoddan birini yozsak, get title qilib bu yerga return nima qilamiz deganda driver
get title deb get title degan ma'nosini chaqirish orqali biz title'ni olalaymiz. Onundan boshqa biz yana nima ish qila olamiz deganda account page bu home page'ni ochib home page'da masalan bütün bu ninki tillarninki masalan xatlarni ala olaymiz. Buni qanday olamiz deganda public list string oldi get all languages text yoki get languages text deb alsaqmi bo'ldi. Buni qanday qilamiz degan chog'da biz avval bir listdan birini qurib olamiz. List string bo'ldi. List new linked list qilib buni qilgandan keyin biz miyadagi all languagesning ichiga kirsak bo'ldi. Buni for each loop bilan web element izib anandan keyin all languages qildik. Bu languagesning ichiga kirgandan keyin biz list dot add deb bu yerga element dot get text degan ma'nosimizni ishlasak bo'ldi. Ya'ni bu ma'nosimiz bizga shu elementdagi har bir tilninki tekstini ilib listga qo'shib berdi. Eng oxirida biz return list deb ma'ni qilsak bo'ldi. Bu yerda nurg'un narsani yoza olamiz. Endi biz buni yozib bo'ldik. Endi buni login qilishni bir sinab qilaylik. Bu yerda login test qildik. Men home page test oldingi darsimizda qurgan. Biz buni ismini ham o'zgartirib, shuning ichiga qo'yaylik. Login test with page factory deb ma'ni yozdim. Buni yozgandan keyin bu klassning ichiga biz endi o'zimizniki shu testini yozamiz. Buni yozishdan burun avval extend test space deganni extend qilaylik. Base qilib utilitiesdan extend qilib, ondan biz shu test degan annotationni yozaylik. Test degan annotationni yozdim. Public void login test qilib methodimizni yozdik. Test methodini yozdik. Bu yerga biz nimalarni yozamiz degan chog'da avval home page ni qurishimiz kerak. Home page new home page qilib bu yerga bir web driver alatdi, ya'ni constructor. Shunga biz driver deb shu test base'dan kirgan driverni alsak bo'ldi. Ya equal. Endi home page'dan keyin biz login page'ni olamiz. Login page qaraydigan bo'lsanglar, biz to'g'ri yerdan import qilmasak bo'lmaydi. Mana page factory home page, ammo login page nima qaraydigan bo'lsa automation pages bizningki normal bay orqali ifodaligimiz pagesning ichida, page factory orqali ifodaligimiz page factory deganning ichida. Shunga to'g'ri yerdan import qilishimiz kerak. Login page new login page qilib buni bir driver oldi. Anandan keyin account page nima qilaylik? Account page equal new account page qilib biz buni mana shaklda miyaga qilsak bo'ldi. Home page dot click my account buttonni bosadi. Anandan keyin home page dot click login button deganni bosadi. Buni biz bo'lgandan keyin login page'ga kirib, login page'dan biz login qilamiz. Bu email bilan password oladi. Bu yerdagi email va passwordni biz ma'nodan ko'chirib olaylik. Bu yerdan ko'chirib oldim. Passwordni oldim.
login qilib bo'ldi. Ondan biz account page dot is username displayed deb buni chaqasak bo'ldi. Is username displayed qilib bu bir tal boolean qaytardi. Boolean is username visible deb yazsaqmı bo'ladi. Yoki display deb yazsaqmı bo'ldi. Endi buni biz assert equals assert true deganni qilamiz. Assert true qilib bu yerdagi ma'ni chaqasak bo'ldi. Bu orqali bizningki bir test case'imiz, login testimiz bitdi. Buni run qilay. Buna qaraydigan bo'lsak, bizningki bu testimizmi, sınaqımızmı muvaffaqiyatli holda mangdi. Demak, biz page factory'ni ishiltish orqali shu bütün elementlarni bir yerga yig'ib oldik. Andan keyin mush klassda har xil actionsni, harakatlarni qila oldik va bad guide har xil masalan ishlarni bu yerda qila oldik. Bugungi darsimizda biz şu page factory'ni öğrenib o'tdik. Page factory'ning nima ekanligini, şu page factory'da şu elementlarni qanday ifodalaymiz, andan keyin qanday actionlarni qanday yozamiz deganlarni öğrenib o'tdik. Undaqda bugungi darsimiz mishakayichi bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.